Bugun oila a'zolaringizni mana shunaqangi mazali va chiroyli tok do'lmalar bilan mehmon qilishingizga yordam beradigan retsept o'rganamiz. Ishimizni nachinka tayyorlashdan boshlaymiz. Chopper qilingan mol go'shtiga guruch va bir dona mayda to'g'ralgan piyoz, o'simlik yog'i, murch hamda tuz solib yaxshilab aralashtirganimizdan keyin yuvilgan tok barglariga xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yaxshilab presslab o'rab chiqamiz. Yaxshilab press qilib o'rasalaring ochilib ketmaydi. Ularni tayyorlab bo'lganimizdan keyin do'lmani yoniga sartee tayyorlashga o'tamiz. Buning uchun kartoshka va piyozlarni xuddi shunaqa qilib kesib olib, birinchi yog'da qovurib olamiz. Tomat solib suv solganimizdan keyin qaynab chiqqandan keyin ustiga terib chiqamiz va ustini yopib, o'rta olovda dimlab qo'yamiz. Tayyor bo'lgan do'lmalar siz va oila a'zolaringizga birdek manzur bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bugun oila a'zolaringizni mana shunaqangi mazali va chiroyli tok do'lmalar bilan mehmon qilishingizga yordam beradigan retsept o'rganamiz. Ishimizni nachinka tayyorlashdan boshlaymiz. Chopper qilingan mol go'shtiga guruch va bir dona mayda to'g'ralgan piyoz, o'simlik yog'i, murch hamda tuz solib yaxshilab aralashtirganimizdan keyin yuvilgan tok barglariga xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib yaxshilab presslab o'rab chiqamiz. Yaxshilab press qilib o'rasalaring ochilib ketmaydi. Ularni tayyorlab bo'lganimizdan keyin do'lmani yoniga sartee tayyorlashga o'tamiz. Buning uchun kartoshka va piyozlarni xuddi shunaqa qilib kesib olib, birinchi yog'da qovurib olamiz. Tomat solib suv solganimizdan keyin qaynab chiqqandan keyin ustiga terib chiqamiz va ustini yopib, o'rta olovda dimlab qo'yamiz. Tayyor bo'lgan do'lmalar siz va oila a'zolaringizga birdek manzur bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar.